tur boshlanib ketdi. Qiziq natijalar bor. Yani ham aytaman. Hozir esa Marushichning markazga uzatmasi yo'q. Bu yerda ham qoida buzilmadi. To'p Neftchida qolmoqda. Uzoqdan zarba! Super gol! Ibrohim Halil Yo'ldoshev pushkasi! 1-0. Tik turgan joydan tepdimi? Biz mumkin. Tomosha qilamiz. Mana qarang. O'yin qanotdan boshlandi. Marushich markazga pas berdi. Bu yerda kurash. Lokomotiv to'pni qaytardi hamki, uzatmada xatoga yo'l qo'ydi va masofani qarang. Aytayapman, unaqa yugurib turib ham tepmadi-da, bunaqa masofada sal shu butun tana energiyasini to'pga bag'ishlash kerak-da, u bitta oyoq energiyasi bilan hal qilib qo'yapti mana. Hop! Va yuqori burchak. Yana bitta ko'raylik, har xil rakurslarni bizga namoyish etishadi. Albatta, endi hozir agar o'yin davom etsa ko'ra olmaymiz, chunki o'yin muhim.